og'irlashib qolibsanmi? Semirib ketganga o'xshayapsan. deydigan har xil gap so'zlardan charchamadingizmi? Albatta, odatiy holga o'xshaydi-ku, biroq sizni asabingizni buzyapti. Albatta, buning uchun men fitnessga boryapman, turli xil mahsulotlarni iste'mol qilyapman. Ammo natija yo'q. Har kuni kechqurun o'y fikringiz semizlik. Bu qorindan qanday qutulay degan savollar o'zingni qiynab qo'yapti. Fitnessga borganingizda ham, turli xil mahsulotlar ozish uchun ichsangiz ham o'zingizga ishonmayapsiz. Siz har doim fitnessga borayotganingizda baribir semiz bo'lib qolib ketaveraman, baribir hech narsa o'zgartira olmaydi deb o'zingizga negativ fikr beryapsizmi? Albatta, tana buni eshitib qoladi va ozish uchun harakat qilmaydi. Siz o'zingizga nisbatan ishonch bilan men bugun fitnessga boryapman va muncha kilogramm ozishga harakatdaman deb ishonch bildirsangizgina sizda ozishga qarab yo'l ochiladi. Afsus, mahsulot ichayotganingizda ham baribir o'zgartirmaydi, baribir foydasi yo'q. Bu qorin shunday turyapti-ku, bo'laveradi dedingizmi? Ishoning, tanangiz buni eshitib turibdi va ozish uchun hech qanaqa harakat qilmayapti. Siz har bir ishni qilayotganingizda o'zingizga nisbatan ishonch bildiring va o'zingizga bittagina, kichkinagina motivatsiya bering. Men albatta chiroyli va ko'rkam bo'laman deb. Bu bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, sahifamizga obuna bo'ling va izohlarda plus belgisini qoldirishni unutmang.